Hazm jarayonida oqsil, yog' hamda uglevodlarni parchalashda faol ishtirok etadigan tuzilma oshqozon osti bezi, pankreas haqida gaplashamiz. Oshqozon osti bezi retroperitoneal joylashgan, oshqozonning orqa qismida, pastki kavak vena hamda qorin aortasining oldida joylashgan bezli a'zo hisoblanadi. Va bu ham egzokrin ham endokrin funksiyasiga ega bo'lib, endokrin funksiyasi orqali qonga insulin, glyukagon hamda somatostatin ajratsa, egzokrin funksiyasi esa duodenum 12 barmoqli ichakka hazm fermentlari orqali hazm qilishda faol qatnashadi. Anatomik tuzilmalarga keladigan bo'lsak, duodenum ya'ni 12 barmoqli ichakning kichik egriligida joylashgan qismi bosh qismi bo'lib, kaput pankreatis deb ataladi. Skletoskopik jihatdan ikkinchi bel umurtqasiga to'g'ri keladi. U keyinchalik taloq tarafga yo'nalib, korpus pankreatisni hosil qiladi. Bosh hamda tana qismi qo'shilgan soha pastki qismida oshqozon osti bezining o'ymasi insizura pankreatis joylashgan bo'ladi. O'sha tarafdan pastga qarab arteriya mezenterika superior hamda vena mezenterika superior chiqib pastga yo'naladi va uning orqa qismida esa ilgaksimon o'simta processus uncinatus joylashgan bo'ladi. Tana qismi esa taloqqa qarab yo'nalishda davom etadi va oshqozon osti bezining dum qismini hosil qiladi. Oshqozon osti bezining dum qismi qorin parda bilan o'ralishiga ko'ra intraperitoneal joylashgan bo'ladi. Intraperitoneal. Korpusi bilan bosh qismi, kaput qismi esa retroperitoneal joylashgan bo'ladi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, duodenumning kichik egrilik sohasida bosh qismi, tana qismi hamda dum qismini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi yo'llar haqida gaplashadigan bo'lsa, ikkita yo'lga ega. Birinchisi ductus pancreaticus virsum yo'li bo'lib, bu asosiy chiqadigan yo'l hisoblanadi hamda qo'shimcha yo'li esa ductus pancreaticus accessorius Santorini yo'li deb ataladi. Dastlab ductus pancreaticus haqida gaplashamiz. O'rtacha uzunligi 10-12 sm ni tashkil qilib, pastki qismidan yo'naladida, ductus halidocus bilan qo'shiladida, katta so'rg'ichsimon yo'lga ochiladi. Lotinchasida papilla duodeni major deb ataladi. Keyingi qismida esa ductus halidocus bilan qo'shiladi dedik va qo'shilgan sohasida sirkulyar mushaklar musculus sphincter ductus pancreaticga joylashgan bo'lib, qisqarish orqali fermentlarni duodenumga qarab haydaydi. Ikkinchisi esa bu qo'shimcha yo'l hisoblanadi dedik. Santorini yo'li avtorskiy bo'yicha va u yuqorida joylashgan bo'lib, o'zi alohida bitta yo'l orqali papilla duodeni minorga kelib quyiladi. Shu yerda bilib ketishimiz kerak, duodenumda birinchi kelyapti, papilla duodeni minor kelyapti va u yerga ductus pancreaticus accessorius ochiladi. Uning pastki qismida esa ductus pancreaticus joylashgan bo'lib, ductus halidocus hamda ductus pancreaticusni qo'shilib papilla duodeni majorga ochilyapti. Endi sintapiyasi haqida gaplashamiz. Sintapiyasi dastlab duodenumning kichik egriligida joylashgan bosh qismi orqa tarafida o't yo'li ductus halidocus joylashgan, jigar portal venasi ko'k rangda va orqasidagi kattarog'i esa vena cava inferior, pastki kavak vena joylashadi. Oldingi tarafida esa hozir olib tashlangan rasm yaqqol ko'rinishi uchun ko'ndalang chambar ichakning tutqich ildizi joylashgan bo'ladi. Endi kaput qismini gaplashdik. Korpus tana qismini sintapiyasiga keladigan bo'lsak, qorin aortasi chap tarafdan yo'nalganligi uchun korpusning orqasida qorin aortasi joylashgan bo'ladi. Yuqori mezenterik arteriyalar joylashgan, orqa qismidan chiqadi hamda buyrak tarafga yo'nalgan chap buyrak arteriyalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi orqa tarafdan. Hozir bu yerda ko'rilmagan. Oldingi tarafida esa oshqozon hamda katta xalq bursa mentalis joylashgan bo'ladi. Keyinchalik sintapiyani ko'rganda boshqa a'zolarni ham kranial va kaudal tomonlari degan so'zga duch kelamiz. Kranial tepa taraf, kaudal pastki taraf. Kranial tarafdan esa oshqozon osti bezining yuqorgi qismidan taloqqa qarab taloqning arteriya hamda venalari o'tgan bo'ladi. Qizil rangda ko'rilgan. Va kaudal qismida esa ko'ndalang chambar ichak, duodenumning
bukilmasi hamda och ichakni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ko'ndalang qismida ko'rishimiz mumkin. Bu oshqozon osti bezi bo'ladigan bo'lsa, oldingi tarafida gaster, ya'ni oshqozon, taloq, bu yerda buyrak, ren deyiladi, aorta abdominalis, aorta, bu vena cava inferior. Bu yerda uchlik joylashgan bo'ladi. Uchlikdan ko'k rangdagisi portal vena, yashildagisi ductus halidocus, qizil rangdagisi esa jigarning xususiy arteriya, arteriya hepatica propria deb ataladi.